Kechasi soat 2dan 21 minut o'tdi. Ko'rib o'tirganlaringizdek, men oshxonadaman. Uxlaganim yo'q. Sizlarga yomg'irni tovushini, chiroyli yoqimli tovushini eshittirish uchun derazadan tovushini eshittiraman. Qaranglar, mazza qilib eshitinglar. Hozir ko'chaga chiqaman, ko'chadan ham eshittiraman. Derazam oldidagi o'rik daraxti. Balkonga chiqdim. Ko'ringlar, eshitinglar. Qanaqa yoqimli tovush. Mana bu oshxonam. Hozir oshxonadan chiqdim. Kecha qorong'iligi uchun o'g'limiz ko'rinmaydi, lekin chiqishimdan sabab yomg'ir tovushini sizlarga eshittirish. Mazza qilib eshitinglar. Kechqurun kim uxlamay yomg'ir tovushini eshitishga harakat qilib, kommentariyalarda yozinglar. Derazani yopaman. Videomni shu yerda tugataman. Yaxshi dam olinglar. Xayrli tun. Yaxshi dam olinglar. Sog' salomat bo'linglar. Ertagacha.